Alloh haq subhanahu va taologa banda bir kun yo'liqadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning huzuriga boradi. Ana shunga qadar banda bir qancha bosqichlarni bosib o'tadi. Bu bosqichlarning birinchisi dunyo hayotidir. Dunyo hayoti qanchalar uzoq ko'rinmasin, aslida juda qisqadir. Bu qanchalar ko'p ko'rinmasin, kunlarimiz hammasi sanoqlidir. Demak, bu dunyo bir foniy, o'tadi, ketadi. Mohiyat bu dunyo imtihon. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, 5 narsani 5 narsadan oldin g'animat bilgin. Birinchisi, qarishingdan oldin yoshligingni g'animat bilgin. Ikkinchisi, bemorligingdan oldin sog'lig'ingni g'animat bilgin. Uchinchisi, kambag'alligingdan oldin boyligingni g'animat bilgin. To'rtinchisi, mashg'ul bo'lib qolishingdan oldin bo'sh vaqtingni g'animat bilgin. Beshinchisi, o'limingdan oldin hayotingni g'animat bilgin deganlar. Demak, insonning hayotidagi eng muhim narsalar zikr qilinyapti. Yoshlik chog'ida inson ko'p narsalarga qudrati yetadi. Insonning zehni yaxshi bo'ladi. Qur'on yodlaydi desa yodlaydi, kitob o'qiydi desa zehniga yaxshi o'rnashadi, mustahkam o'rnashadi. Tanasida quvvat bo'ladi ibodat qilay desa. Ammo qarigandan keyin ham zehn ketadi, ham kuch-quvvat beldan ketadi. Shuning uchun yoshlikni g'animat bilinglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ikkinchisi, inson bemor bo'lgandan keyin ko'p narsaga quvvati kelmay qoladi. Sog'liq paytida ibodatlarni ham ko'paytirish kerak. Inson bir kun boy bo'ladi. Shu boylik paytida mol dunyosini ihson qilish kerak, sadaqa qilish kerak, foydalanib qolish kerak. Bir kun kelib inson kambag'al bo'lib qolishi mumkin. Kambag'al bo'lganda endi ihson qilay desa mol dunyosi yo'q. Inson vaqtlari bemalol bo'lgan paytda, ya'ni mashg'ulotlari kam bo'lgan paytda toat, ibodat, yaxshilik, ilm va hunarni o'rganish kerak. Ertaga yosh sal o'tib borgan sari mashg'ulotlar ko'payib ketadi. Insonning vaqti bo'lmaydi ilmga. Inson tanadan jon chiqqandan keyin hech narsaga qodir bo'lmaydi. Birorta bir amal qila olmaydi. Tiriklik paytida yaxshi amallarga urinish kerak, harakat qilish kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning ushbu hadislari Hokimning Mustadrak kitoblarida rivoyat qilingan hadis.